Pentagon uchun dahshatli hisob-kitob. AQSh milliard dollarlik Reaper dronlarni boy bermoqda. Putin urushni tugatish uchun yashirin muddat belgiladimi? Kreml ichidagi sirli rejalar oshkor bo'lmoqda. Tramp kutilmagan qaror chiqardi. AQSh Rossiya chegarasiga minglab askar yubormoqda. Kreml kutilmagan muammo bilan yuzlashdimi? Putin reytingi ortidagi jumboqli raqamlar. Lavrov urushning asl sababini ochiqladi. Rossiya tarixiy adolat haqida gapirmoqda. Qatar maxfiy missiyani boshladi. AQSh-Eron urushida kutilmagan burilish. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hozirgi kunda erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak foydalangan va hammasi rozi. Bu vosita yosh o'tib charchoq bo'ladiganlarga foydali, quvvatni, ishonchni qaytaradi. Natija esa birinchi kursdayoq bilinadi. Kanal obunachilari uchun 50% chegirma. Hoziroq buyurtma bering va chegirmaga ega bo'ling. Pentagon uchun dahshatli hisob-kitob. AQSh milliard dollarlik Reaper dronlarni boy bermoqda. AQSh-Eron bilan boshlangan urushdan beri MK-9 Reaper turidagi razvedka va zarba beruvchi dronlarning 20% gacha qismini yo'qotgan. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, urush boshlanganidan buyon AQSh kamida 24 ta, ehtimol 30 tagacha MK-9 dronidan ayrilgan. Bunga urib tushirilgan hamda shikastlanish sababli xizmatdan chiqarilgan apparatlar ham kiradi. Har bir MK-9 Reaper droni taxminan 30 million dollar turadi. Shu sababli umumiy zarar maksimal hisobda 1 milliard dollarga yaqinlashadi. MK-9 Reaper razvedka va kuzatuv uchun ishlatiladigan, shuningdek raketa va boshqariladigan bomba olib yurishga qodir dron hisoblanadi. Xabarda aytilishicha, AQShda bu model endi to'liq ishlab chiqarilmaydi. Faqat ayrim modernizatsiya qilingan variantlar mavjud. Uning o'rniga kam miqdorda avangard dronlari ishlab chiqariladi. MK-9 Reaper avval Iroq, Afg'oniston, Afrika, Yaqin Sharq va hatto Qora dengiz hududida ham keng qo'llanilgan. U 2020-yilda Eron generali Qosim Sulaymoniyni yo'q qilish operatsiyasida ishlatilgan. Putin urushni tugatish uchun yashirin muddat belgiladimi? Kreml ichidagi sirli rejalar fosh bo'lmoqda. Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin 2026-yil oxiriga qadar urushni yakunlamoqchi. Ammo faqat o'zi g'alabali deb hisoblaydigan shartlar asosida, deb yozmoqda Bloomberg manbalariga tayanib. Bu shartlar Donbass ustidan to'liq nazoratni, shuningdek Rossiyaning hududiy yutuqlarini amalda tan oladigan Yevropa bilan keng qamrovli xavfsizlik shartnomasini o'z ichiga oladi. Bloomberg manbalari yana quyidagilarni aytishgan. Kremldagi ayrim yuqori martabali mulozimlar mojaro boshi bir ko'chaga kirib qolgan va uni hal qilishning aniq yo'li yo'q deb hisoblamoqda. Rossiya elitasining ko'plab vakillari Ukrainaning front chizig'idan uzoqda joylashgan shaharlarga zarbalari tufayli rossiyaliklar orqasida kuchaygan asabiy kayfiyat va urushdan charchashni baham ko'rishadi. Rossiya Federatsiyasi matbuot kotibi Peskov esa Bloomberg uchun bergan izohida Putin urushni yakunlash uchun hech qanday muddat belgilanmaganini aytgan. So'nggi haftalarda Ukraina dronlari Rossiyaning chegaradan yuzlab kilometr masofada bo'lgan nishonlari bo'ylab tez zarba bermoqda. Asosiy nishonlar neftni qayta ishlash zavodlari. Bunday nishonlarga hujumlar oqibatida kuchli yong'inlar chiqmoqda. Reuters may oyi o'rtalarida hujumlar Rossiyaning markaziy qismidagi deyarli barcha neftni qayta ishlash zavodlari faoliyatiga jiddiy zarar yetkazganini yozib chiqqandi. Dronlar muntazam ravishda turar joylar va boshqa fuqarolik obyektlarga ham kelib urilmoqda. Bu esa tinch aholi orasida qurbonlarga sabab bo'lmoqda. Tramp kutilmagan qaror chiqardi. AQSh Rossiya chegarasiga minglab askar yubormoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Polshaga qo'shimcha 5000 nafar harbiy yuborilishini ma'lum qildi. Bu Pentagonning mamlakatga 4000 askar jo'natish rejasini bekor qilganidan bir hafta o'tib yuz berdi. Bu haqda Oq uy rahbari o'zining Truth Social tarmog'ida yozib qoldirdi. Tramp yuborilayotgan qo'shinlar avval rejalashtirilgan kuchlarning davomimi yoki alohida operatsiyami, bunga aniqlik kiritmagan. Avvalroq AQSh Germaniyadan ham 5000 askarni olib chiqishini e'lon qilgan edi. Hozircha Polshaga yuboriladigan qo'shimcha harbiylar Germaniya
Britaniyadan chiqarilayotgan qo'shinlar tarkibidanmi yoki alohida guruhmi noma'lum. AQSh mudofaa vaziri Pit Hegis Pentagonning Polshaga 4000 askar yuborish rejasi bekor qilingani alohida vaqtinchalik kechiktirish ekanini aytib, AQSh Polshadagi kuchli harbiy ishtirokni saqlab qolishini ta'kidladi. Shunga qaramay AQSh hanuz Yevropa xavfsizligining asosiy kafolatchisi bo'lib qolayotganini ta'kidlagan. Hozirda Germaniyada AQShning Yevropadagi eng katta harbiy qismi joylashgan bo'lib, u yerda 36 mingdan ortiq amerikalik harbiy xizmat qilmoqda. Taqqoslash uchun Italiyada taxminan 12 ming, Buyuk Britaniyada esa 10 mingga yaqin AQSh askari mavjud. Kreml kutilmagan muammo bilan yuzlashdimi? Putin reytingi ortidagi jumboqli raqamlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning reytingi pasayishda davom etmoqda. Rossiyaliklar may oyining o'rtalarida u so'nggi 1 yil ichida eng yomon ishlagan deb hisoblamoqda. Bu haqda 22-may kuni Rossiya jamoatchilik fikri fondi statistikasida keltirilgan. Rossiya fuqarolari prezident Vladimir Putin may oyining o'rtalarida prezident sifatida so'nggi 1 yil ichida eng yomon ish faoliyatini ko'rsatgan deb hisoblamoqda. 15-17-may kunlari o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, so'rovda qatnashgan rossiyaliklarning 71% Vladimir Putinning prezident sifatidagi ishini ko'proq yaxshi deb baholagan. Bu so'nggi 1 yil ichidagi eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Yana 14% respondentlar Putinning ishini ko'proq yomon deb baholagan, bu esa so'nggi 1 yil ichidagi eng yuqori salbiy ko'rsatkichdir. Jamoatchilik fikri fondi ma'lumotlariga ko'ra, Putinga bo'lgan ishonch darajasi ham ikkinchi marta yil davomida eng past darajaga tushgan. Respondentlarning faqat 71% prezidentga ko'proq ishonaman deb javob bergan. Avval bu ko'rsatkich mart oxirida ham shu darajaga tushgan edi. Undan oldin esa 76% dan yuqori bo'lgan. Yangi so'rovda 17% respondentlar Putinga ko'proq ishonmayman deb javob bergan. Bu mart oyining oxiridan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Lavrov urushning asl sababini ochiqladi. Rossiya tarixiy adolat haqida gapirmoqda. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar zamirida tarixiy adolatni tiklash masalasi turibdi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov SMG Shanxay media guruhiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, SSR parchalanganidan keyin ruslar bir qismi o'z tarixiy hududlarida yashagan holda Rossiyadan tashqarida qolgan. Ukraina mustaqillikka erishayotganda neytral, bloksiz va yadrosiz davlat bo'lishini, shuningdek ruslar va boshqa milliy ozchiliklar huquqlarini himoya qilishni e'lon qilgan. Lavrovning ta'kidlashicha, agar bu majburiyatlar bajarilganida maxsus harbiy operatsiya haqida gap bo'lmasdi. Uning aytishicha, maxsus operatsiyaning asosiy maqsadlaridan biri ruslar va rusiy zabon aholining til, ta'lim va diniy huquqlarini tiklashdan iborat. Rossiya TIV rahbari ikkinchi vazifa sifatida Ukraina hududidan Rossiya chegaralariga doimiy tahdid yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikni aytadi. Uning fikricha, 2014-yildagi davlat to'ntarishidan keyin Ukraina zamonaviy qurollar bilan qurollantirilib, Rossiyaga qarshi gijgijlantirilgan. Lavrov Rossiya Ukraina neytral, bloksiz va yadrosiz davlat bo'lgan holatdagina uni tan olganini eslatdi. Uni hozir NATOga jalb qilishmoqda. Biz bunday Ukrainani tan olmaganmiz, dedi u. Bundan tashqari Lavrov Ukrainada rus tili va pravoslav cherkovi huquqlari masalasiga ham e'tibor qaratdi. Uning ta'kidlashicha, til va din huquqlari savdo predmeti emas, balki BMT nizomi talab qiladigan asosiy inson huquqlaridir. Vazirning aytishicha, Rossiya maxsus harbiy operatsiya vazifalarini izchil hal etmoqda. U 2026-yilda 80 taga yaqin aholi punkti, jumladan mart va aprel oylarida 35 ta aholi punkti ozod qilinganini ma'lum qildi. Qatar maxfiy missiyani boshladi. AQSh-Eron urushida kutilmagan burilish. Qatarning muzokara olib boruvchi guruhi AQSh bilan kelishilgan holda 22-may kuni Tehronga yetib keldi. Tashrifda maqsad Eron bilan urushni tugatish va hal qilinmagan muammolarni bartaraf etish bo'yicha kelishuvga erishishda yordam berishdir. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbaga tayanib Reuters xabar berdi. G'azo urushida va xalqaro keskinlik mavjud bo'lgan boshqa hududlarda vositachilik qilgan Doha shu vaqtgacha Erondagi urushda vositachi bo'lishdan o'zini uzoq tutib kelayotgan edi. Chunki Qatar 28-fevralda boshlangan urush paytida bir necha bor Eronning raketa va dronlari hujumiga uchradi. Qatarning muzokaralar guruhi juma kuni Tehronda bo'lib turibdi, dedi manba. Uning qo'shimcha qilishicha, guruh AQSh bilan koordinatsiya qilingan holda safarga chiqqan. Guruh u yerda urushni tugatadigan va Eron bilan bog'liq ochiq qolgan masalalarni hal qiladigan yakuniy kelishuvga erishishga ko'maklashadi. Qatar tashqi ishlar vaziri ushbu holat bo'yicha izoh bermadi. Urush boshlanganidan beri Pokiston rasmiy vositachi sifatida ish olib borayotgan edi. Shunday bo'lsa-da, Qatarning jarayonga qayta qo'shilishi uning mintaqada AQShning uzoq yillik ittifoqchisi ekanini ko'rsatadi.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.